bolajonlar, kecha o'rgangan maqolamizni davom ettirasizlar. Qani, g'onajin ko'zini suzmasa, buqa telefon qilmaydi. Davom etamiz bolajonlar. Erni er qiladigan ham, qaro yer qiladigan ham. Xotin. Topding kichkina? Dalachi. Apa, o'g'iz o'zidan truskasini kiyib ketgan. Shkafda ikkita trusik bor ekan. Qaysi bir o'g'liznikini bilmayapman. Hidlab ko'ring, tursikda o'g'limi hidi bo'lish kerak. Balkim yalabam ko'rarman, apa. Hey, nimalar qilyapsizlar? Sumayya, nima qilding? Voy! Bolamni nima qildinglar? Ertalab top-toza tashab ketgandim-u, qaramaysizlarmi bolaga? Men sizlarni sudga beraman. Mana shu bog'cha opaga umuman ish bermaylar. Yuzimni tanib olinglar. Meni erim kimligini bilasanmi? Hozirroq ishdan haydataman. Voy, guruppani ovqatini tezroq olib ketmaysizlarmi? Millamaylar. Opa-bilashningiz bormi? Boshimga kulfat tushdi. Mana onasi kaprizning bolasi ustiga chizib tashashibdi. Vahima qilma. Bavida yursa ketadi-yu. Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan. Gipoallergenli, hattoki chaqaloqlarni kiyimiga ishlatsa ham bo'ladi. Hech qanaqangi salbiy ta'siri bo'lmaydi. Allergiya chaqirmaydi. Yo'q-e? Ha, biz idishlarga ham shuni ishlatamiz. Kecha mana uni bitta sovudim qara. Oppoq, zavodskoy bo'ldi. Tezda qaytarib ber, mana opa. Voy, kamroq ishlatsang ham 10 ta kiringga yetadi. Bir qoshiqni sol. Voy, olib ketgani keldingizmi? Ertalabgacha buni sog'inib qolamiz-ku bu. Mana sizni tilla bachangiz hech qayerda yo'q bunaqa bachan, to'g'rimi? Запасной futbolkalarini kiydirib qo'yibsizlar-da. Voy, kipri qayrilib qoptimi? Nima qildilaring bolamni? Jedik. Maydalab bolani go'shtini jedik. O'zi epla olmasdan bolani uyda betini ham yumasdan beshirig'ini oqizib keladi. Yana nima qildilaring deb savol berib qo'yishiga o'laymi megajinni? Gapingizni ichingizda emas, ustingizda gapirib yordingiz, eshitib o'tiribman. Voy bo'lay. Ahamiyat bermang, men bolam dadasi Rossiyaga ketgandan beri shunaqa o'zimga o'zim gaplashadigan bo'lib qolganman. Bo'pti, yaxshi boring. Ertagacha. Ayting, san ering Rossiyada emas, uyda-ku. Ha, men erim uyda. Просто anu bolam otasi Rossiyada-da. Ha. Lolalar gullagan mahalda. Eshitdingizmi? Men aytdi demang-ku. Mana shu bog'dagildi qizi yurishlari juda boshqacha aynigan. Unaqa demang, eshitib qolsa-chi? Voy, eshitmaydi, qaqa eshitadi. Otni kallasida naushniga turibdi qulog'ida. Eshitdingizmi? Mani aytdim tag'in. Bog'dagildi qiz bor-ku. Bitta yigit bilan qo'llashlashib turganini ko'rdi. Yigiti bor ekan. Qoroston. Voy, sharmanda. Mana aytdi demang-ku. Bog'dagildi qizi bor-ku. Yigit bilan quchoqlashib yurgan ekan. Keyin sezdingizmi, qori ham qipayib qopti. Voy, sharmanda. Hozirlarga ishonchab qolmabdi unda. Voy, tavba. Voy, Fatma opa, meni aytdi demang, ana qo'shningizda qizi qorni qappayib, doktor yurganmish. O'zi aytuvdim, cho'ta yurish bejo deb. Bog'dagul, sho'ringga sho'rva to'kildi, qaydasan? Voy, Bog'dagulning onajonim bechoraginam, o'zing ersiz o'tganday qizing ham kuydirga chiqdimi? Qizingni deb qon qisib, qon yig'lab o'tiribsanmi? Kiyimlaring ham jiqqa qonga to'libdi, qara. Bu qonmas, Nima bo'lmasa? Vahimang qursin. Ana gilosdan kompot qilib ijatuvdim, mana oldimga to'kilib ketdi. Siz endi kiyimingdan gilosida oq ketmasa kerak. Nimaga ketmaydi? Bundan ham battar dog'larni ketkizganman. Sho'rtakkan ekan. Nimada ketkizgansan? Albatta, Bavida ketqizaman. Bavi eskirgan dog'larni ketkizadi. Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan oq kiyingizni oppoq qilib beradi. Chirib ketgan ana posudalarni chirkin tozalab, yalqillatib beradi. Eng asosiysi gipoallergenli. Ey dugonajonim, kiyimingni dog'ini ketkizarsan, lekin qizingni xatosini kislota sepib ham ketkiza olmaysan. Nima deyapsan boyadan beri? Qizingni xatosi deysanmi? Meni aytdi demaginu, mahallada duv-duvga qizingni bir yigit o'g'irlab, 2 qat qilib qo'yganim. Mani aytdi demang-ku, o'sha kun naushnik ishlamayotdi, g'iybatchi qo'la. Eshitdingizmi? Mana shu bog'dagildi qizi aynigan. Ana yurish-turishlar boshqacha bo'lib qolgan. Unaqa demang, eshitib qolsa. G'iybatchi mejaginga men aytdi demagu, bu ham kam. Onam faqat doktor emas. Dadangdan qolgan aroq bor, ichva bo'ladi. Onam zam kuchkasi yo'qmi?
Ey, yo'l, alkashni bolasisan-da. Ona bitim shishib ketdi, menga nima bo'ldi? Voy, egiz chiqqan sappini oldiga boray, bir tepib qo'ysin. Yur. Faqat doktorga emas. Xo'p. Shishib ketdi. Ey, qizingni momolar tepgan-ku. Ha? Nima qilish kerak? Buni har tepganimga yuzidan tashlamasang o'zim ko'rish mumkin-da. Mayli. Yo, shop momalari. Ay, voy qizim. Mana non deyvajon qizim. Yo'q, yemayman, og'riyapti. Sen ilgari bo'lgansan qizim. Yur, ilgariga boramiz. Ketdik. Yo'q. Yur. Och dedim. Qizingiz mana ip yegan opa, yomonlashida bu. Voy, qop-qora-ku. Hali yangida, ha? Yo, ana ilm amal yangi demoqchi edim. Tezorim chaqiruvdilar. Yo'q. Ona men chaqiruvdim, qo'rqib ketsinlar. Xola qizingiz yomon shamollab ketibdi. Bilaman, sovuq suvga cho'miltiraman-da. Nima, suv yo'qmi sizlar? Gazimiz yo'q, svetimiz yo'q. Ya xola, shu ham muammomi? O'rikzorda siroj purimimda katyonlar xohlaganingiz bor. Sizlarga o'xshaganlar uchun u svetli gazli suv yoqda tursin. Ko'mirli, o'tinligi ham bor. Xohlaganingizni ishlatasiz, xohlaganingizni issiq suv qilib beraverasiz qizingizga. Voy, nima kerak endi? Yoz keldi. Kasal bo'lsa kilnasilatib yuboraman. Sot bo'laylik onajon. Boshingiz omon bo'lsin, tani joni sog' bo'lsin. iPhone telefoningizni o'g'irlab ketdimi? Oh, yomon bo'ldi-yu. Lekin qizni oldida past ketib qo'ymaslik kerak. Hech chiqishi yo'q. Hech qayerda ochmayaptimi, mabodo? Yo, nima achiydi? Bitta telefon ekan-ku. Yamonam uspokойтishni odam ekansiz, gap yo'q. Xarakterim shunaqa uspokойныйman. Ketdik. iPhone, baribir iPhone zo'rda dizaynni iPhone telefoningiz sizga tushib ketdimi? Yo'q. Chiz achyaptimi? Yo, nima achiydi? Bitta matoq-ku. Yomon musakovoltni odam ekansiz. Nima degani u? Ichi keng odam bo'ladi-ku, tafakkur qiladi-ku. Mana visokovoltman. Dadam ham visokovoltnida. Zo'rmikan? Chef lavchalari zo'rda. Buni 3 xil ta'mi bor. Indiykaligi bor, ot go'shtidan bor, sirligi bor. Oilaviy mazza qilib yeymiz. Men o'zim har doim shunday yeyman. Shuning uchun ham chiroyli ekansiz-da. Balki. Kechirasiz, mana bu iPhone zaryadningiz yo'qmidi? iPhone telefoningizni esga solishda qayerjamizda? Nima buzadi? Oddiy telefon-ku o'lsa. Yomon ham grazniyonniy odam ekansiz-da. Ya, hamma men nima deysiz? Grazniyonsni. Hamma shunaqa deydi, meni grazioz deydi. Akajon, ming bor uzr. Ko'p o'ylab ko'rdim. O'sha kuni men sizga tubanlik qilib qo'yibman-da. O'zi ham tuban bola ekansan-da. Ber hay telefonni. Aka, faqat iltimos, shu rasm tushuvdimda shuni o'zimga tashlab olsam bo'ladimi? Kodini aytchi. 4-5. Voy, tuban! Yamonim prezvorovchini odam ekansiz. Nima degani bu? Chimo deganida. O'z opam to'g'ri aytgan ekan. Bizning uyimiz onam mishtonining ichida. Do'stlar, mana bugun uzoq qishloqda yashaydigan bir ona va 2 qiziga yordam berganmiz. Bugun yana bularga mana sovg'alarimiz bilan keldik, bulardan intervyu olamiz. Yaxshimisizlar? Yana keldinglarmi? Kelinglar. Mana onani o'zlari kelyaptilar. Onam bizdan xursandmisiz, bir duo qiling. Rahmat onangga. Boshqalarga ming la'nat. Tikka aytaver. Ko'timni kavlamasin. Tikka ayt, xo'pmi? Onamni o'ynashi tattardi uyi kuysin iloyim. Jo'ra, sen meni axtarma. Hasan aka, men sizdan xafa emasman. Shu joylarga keldim, uy-joy qildim, yo'qmadim hali. Onajon, sizni kuzatib yurganlar juda ko'p. Ular hammasi mehribonda. Mana shu tabakani bir reklama qilib bering-chi. Nima go'sht bu? Tovuqmi, xo'rozmi? Bilmas. Qayerdan bilaman? Buni hidlab olingizlar, ana o'lsa bo'ladi-da. Men Rossiyada yurib, o'zbekchani bilmayman, ruschasiga ana o'lsa bo'ladi. Tuzi ham yaxshi emas. Biz bunga zirra sepadi, bir narsalar sepadi, tuz sepadi. Keyingi safar poda go'shab kel. Xo'p, xola, xo'p. Qizlar, sizlar nima deysizlar? Men bu yoqdaman.
tikka gapirgin, qo'rqmagin, onamni o'ynashi degin. Ha, men gapim bor. Menga qaranglar, O'rta saroy ahli, chirchiq ahli. Meni orqamdan gapiribsanlar, jinni debsan, g'ilay debsan. Qayta ko'rding meni jinniligimni. Qaysi balansadan isprabkan olib kelib berding? O'zi opam to'g'ri aytgan ekan. Bizning uyimiz onamning shtonini ichida. Singlimning jahli bekorga chiqmaydi. Uyqu bermaysizlar. Shunga jahli chiqib ketaveradi. Sizlar ketaverasizlar. Onam ham ketadi, dadam keladi. Dadam ketgan joyidan qaytib kelmaydi. Dadam kelmaydi, tatar xotiniga ketgan. Mana aziz yurtdoshlar, vatandoshlar, mana qizlarimiz shu uylarda yashashadi. Chayon ilonlarga to'lib yashaymiz. Uyqu bersin, ayting. Uyam bo'ladi, xolajon. Xalqimiz mehribon, bolajon xalq. O'zlarining bolalaridan ortsa, sizlarga o'xshagan tekinxo'rlarga albatta uy olib beradi. Mana shu pastda karta raqamlaringizni qo'yamiz. Qanaqa karta? Sim kartamni qo'yasiz. Sim karta? Ha, menga qaranglar sizlarga. Men boshlang'ich to'lovimni to'lab berganim bilan, lekin o'zlaring ishlab pul topib to'lashlaring kerak. Ish kerak. Qizlarimga ish kerak, ishlamoqchi. Chirchiq ahli. Menga ish kerak. Smena. Kechqurun bo'lsin. Ertalabga sog'ligim to'g'ri kelmaydi. Dilbar, kechkisi men qanaqa ish? Yotib, mazza qilib pul ishlayotgan ish. Ey qizlar, orqalaringni tozalab yuringlar. Meni sasiq deysan, siqirt deysan, tellaydi deysan, cho'milmaydi deysan. Men tellab yursam ham vilajniyim bor. Artinib yuraman. Senlarga o'xshab sasimayman. Hozir issiq-ku, cho'milib yursanglar bo'lmaydimi? Kerak bo'lsa vannamiz ham bor. Lekin cho'milmaymiz, allergiyamiz bor. Vilajniyda yaxshi-da. Ha. Hidi xushbo'y. Mana xitlaysizmi? Mana. Rahmat, o'zi shunda kelib turibdi. Sizlarga ham boryaptimi, bilinyaptimi edi? Bitmagan uyga kelin chaqirdi, balo bormikin? Hey, men aytdim-ku, lekin to'yga kreditga olib qilishdi. Yo'q, Ko'pga qarab oyoq uzatmadim. Mana qarang, yag'irligini yozib qo'yganman. Bomba qildim. Ha, rahmat. Kunni yil bilmasman. Nimaga? Qarang, qo'yib bersa bizni ham yutib yuboradi-ku. Uyalib ketyapman o'zimam. Sal bu joyga chiqqanda aytib chiqingmi? Atrofni bo'lsin, Dastimga semchga ham qo'yadim, astag'firulloh. U ko'zimga siq ko'rinyapti. Kim bo'ladi? Qizlari bo'laman. Qizlarni? Semchkalang shirnagina. Bu kelinga. Qani olinglar, osh bo'lsin. Osham zo'r bo'lsa, odam oboradi. Olinglar, xudolar, olinglar. Olyapsiz. Olinglar, xudolar. Alloh akbar. Ertaga yoppasiga bizga chaqirdik. O'taverasizlar, ketdik yanga. Kelin oshqozoningiz bezovta qilmayaptimi? Nima bo'ldi? Nomuslarga o'ldirdingiz-ku. 3 kunlik kelinlar shunaqa bo'ladimi? Tavba qildim, mehmonga borib tiqqaningiz tiqqan. Ertaga ammangizga mana shu hunaringizni qilsangiz, javobingizni beraman. Hop. Javobni bermaydimi? Yoppasiga xush kelibsizlar, hurmatli mehmonlar. Yeb-ichib o'tiringlar. Kelindan sizga. Voy rahmat. O'tiringlar sizlar ham. Opasiga kattarog'ini berib, menga tiftasini berib pasko'ydi. Xush kelibsizlar. Olinglar, uzatib yuboringlar, xolajonlari. Men kelinjon sizga. Yo'q, men joymayman. Voy, esim qursin. Sizga tog'araga sap kelishim kerak edi. Olib yo'lacha sop keling, ko'nglingiz bo'lmayapti. Ang kelin. Mana amajon. Yanami? Ha, hozir. Yana. Bo'ldimi? Buni ham ichasizmi? Yo'q, men piyolada ichaman. Ko'p gapirmang. Oling, yugurdaymanmi sizga? Kosada ichib ola qoling. Aqoti shirin. Voy, kechirasiz yanga. Buningiz ochopat desam beparasat ekan. Yaxshiyam menda bavi bor. Bu Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan. Oppoq kiyingizni paxtadek oppoq qiladi. Mana bunaqa dog'-dug'larni ham yo'q qilib yuboradi. Kelingiz yuymagan idishlar chiqib bosayotgan bo'lsa, ularni ham tozalaydi. Gipoallergenliymikan? Конечно. Voyjon, amajonda kamab qildingmi? Ha, ko'rdim. 10 piyola osh bilan 10 piyola sho'rva ichdingiz. Kamiga beparasatligingizni ko'rsatdingiz. Vo'g'e? Yuring, uyda gaplashamiz. Bering sumkangizni ko'taraman. Ya qo'ying. Bering. Ya qo'y. Voyjon. Babim qaniydi? Va nihoyat erga tegdim mana. Yashay. Yura. To'yingga to'y ona. Baxtli bo'l. Ko'rdingizmi? Men kelin baraka keldi-da. To'g'ri.
Shunaqa ekanda. Onasi qara. Ko'z tegmasin 3 kundan beri go'shak yotibmiz. Qarang a. To'g'ri. Ayni biz keldik orqamizdan baraka kirib keldi-da. To. Bo'lishi mumkin. Dada, yomg'ir yog'yapti. Barakani sezyapsizmi, his qilyapsizmi? Zo'r ekansan, zo'r. Dadjon, oyijon, men ketdim onamnikiga. Bo'pti, onangga salom ayt. Ayshvarayam qarang o'ynagan. Yer qadariga chalpak svet o'chdi. Nima puli tugadimi svetni? Nima o'chadi? Nima o'chirishdi? Ye, ana svet keldi, ye. Ko'rdingizlarmi? Men gapirishim shart emas. O'zlaringiz uchun bilolinglar bo'ldi. Aka texnika olmoqchi edik, yosh oilaydik. Ko'rdingiz? Men kelgandan keyin baraka yog'ilib keldi. Texnikalar olyapsiz. O'chara vazina. Men tug'ilganimdan Lareto texnikalarini olaman degan niyatim bor edi. Laretoning kir mashinasini bilasanmi? Parnoy sistemada ishlaydi. Kiyimlardagi viruslarni o'ldirib, allergiya chaqirtirmaydi. Wi-Fi bilan ishlaydi. Telefoning bilan boshqarib o'tirsang bo'ladi. Xolodilnikni qara kattaligini, bu no frost tizimida ishlaydi. Hamma joyini bir xil muzlatadi. Svet o'tsa ham 12 soat ichidagi narsani muzlatib turadi. Gazlarini qara, baquvvatgina zo'r ishlaydi. Mana bu vitishkasi bor-ku, vang qilib asabingga tegmaydi. Inverter motori, tokni kam yeydi. Lareto texnikalari Italiya texnologiyalari asosida ishlab chiqariladi. Servis xizmat ko'rsatishiga 3 yil beradi. Butun respublika bo'ylab. Motorlariga 10 yil garantiya beryapti. Barakasini bersin menga ishqab. Shaqqa ham qo'yshding-a barakani, ha? Shaqqa ham qo'yshding-a? Barakanlikmi? Ayting. Yo'q. Ayting. Ha, bak shunaqasi. Tinchlikmi dadajon, nima bo'ldi? Ukangni sudidan kelyapman. 3 yil beradimi deb umid qilib o'tiruvdim. 10 yil berib bordi. Ko'zmi dadajon barakani? Men kelgandan keyin 10 yil berib-da. Sen jinnimi? Sen jinnimi? Barakami? Sen jinnimi? Bu baraka emas, palakat-ku. Yo'q. Qayerga? Onangiz. Yomg'ir yoqdi, chak, tayyor bo'lding kelinchak. Xotining namuncha ko'p cho'miladi. Ermakka cho'miladimi? Endi terlaydi, cho'miladi. Qadamini o'ylab qolsin, o'zi yoqmay turibdi. Yo'q qilib Cho'milayotgan bo'lsam 2 paqir suvga cho'milayapman. Ayrim joylarimga suv yetib borayotgani ham yo'q. Bilaman. Menga qarang, yo meni tanlang, yo onangizni. Menga sen ham, onam ham kerak. O'g'lim, sen akangga o'xshab xotin qilib bo'lma. Akang onasidan kechib xotinini tanladi. Xotiniga naqllena o'tirib, qo'lini o'pganini o'zim ko'rdim. Yo tavba. Menga qarang. Akangiz xotin quli bo'lsa zo'r-ku. Zo'r. Undan ko'ra lalaymasdan tezroq uyinamizga oling. Ona, ana makaronkali o'g'liz bor-ku, sizda aqotizga zahar solib, o'ldirib, uyda o'zini nomiga o'tkazmoqchi. Ana yangacham aytib eshitdim. Voy noshukurlar-ey. Men ana katta ho'kizi bolasiga ertalabdan kechgacha qarayman. Tuvagini to'kaman, po'qini yuvaman. Menga bo'lgan rahmati shumi? Kerak bo'lsa bolasiga o'zi qarasin. Ona, siz cho'milib yuravering. Anetta enam sumagimni tozalaganini, tagimni tozalaganini minnat qildi. Undan ko'ra lalaku tagligidan kiydiringlar. Ertalabgacha mazza qilib uxlayman. Namlik tushaydi. Allergiya ham chaqirmaydi ona. Dada, siz tug'ilganimda qo'y so'ygan ekansiz. Ana ukangiz, amakim tug'iladigan bolasiga uydagi molni so'ymoqchi. Uydagi molni? Yo'q. Da!